Hiçbir özünü bahane bilen kirletmang. Benjamin Franklin. Xatalaşış, ögünüşün en asası yollarından biridir. Çünkü meyimiz toğma halda xatani toğrulaş mexanizmi arqılıq xatalıklardan sabaq ilip, toğru usul ve toğru yolga dair pul bilen ölçügili bolmaydigan tecrübelerini toplaydı. Xatası boluş gayreti, mükemmeliyetçilik, xatadan qorquşqa oxşaş refleksler insan ve cemiyetning taraqqiyat üçün en çoğ tosalgılarını payda qılıdı. Çünkü xatalık sadır qılmaslıqning birden bir ve kapaletlik yolu hiçbir iş qılmaslık ve hiçbir tallaşıq kirmesden xatarga tevekkül qılmaslıqdır. Xatalıqning nima ishga yaraydiganligini asli insonning o'zi belgilaydi. Xatadan qo'rqqan, xatosiz bo'lganligiga ishongan, masalasi bor cho'nglar tarafidan yetishtirilgan qusurliq zihinlarga ko'ra, ularning hech xatoligi yo'qdir. Faqat va faqat aldanishlar, gunohning boshqalar ekanligi haqidagi xato tushunish qilishlar so'z temasidir. Ayib har qachon boshqalarda yoki muhitdadir. Bu xil zihinlarda xatolik davomli aqlanishi veya bir yollar bilen yo'q qilinishi kerak bo'lgan doim sirtqi omillarning natijasi bo'lgan holatlardir. Bu zihin xatolikdan o'g'inish o'rniga xatosini xo'rliqqa va fikrning muqim ekanligiga bahona qiladi. Xatolardan ibrat elish va o'g'inish ne'matini o'z qo'li bilan rad qiladi. Shunlashqa bundaqlardan bo'lib qolmaslik uchun xatolarni his qilish va boshqalarga ta'sir qilgan bo'lsa kechirim so'rashni o'g'inish xatolardan dars chiqarishning muhim shartlaridir. Yıllar boyunca yazdım, sizdim ve sözledim. Göz qarashlarını başqalar bilen hembeherleşke cüret qildim. Fakat bularga qo'shib, nurg'un xatoliklarni sodir qildim. Xato tushandim, xato yetkizdim. Afsus, bularni bek kechikib his qildim. Xatoliklarimni chang turgan vaqtlarim bo'ldi. Balkim bek az bo'lishi mumkin. Ammo tilimning kuchiga tayinib, keraksiz bir munozirada faqat yangish uchunla o'zim biladigan haqiqatlarni yushirgan paytlarimmi bo'ldi. Vaqt o'tgan sari bularni texmi yaxshi his qilib, texmi cho'nqur farq etadi o inson. Va kichik ko'ringan masalalarning aslida o'zining xarakterida qanchalik yeriqlarni ochqanligini, o'zini vaqtning o'tishi bilan qandoq biriga aylantirib qo'yganligini, o'rganishga, bilishga va tushunishga naqadar to'salg'i bo'lganligini tunib yetishga boshlaydi o inson. Kechirim so'rash fazilatdir deyishida emasmi? Haqiqatan u ishga yaraydi. Oldi bilan ayrim kechirim so'rab, rozilik elishga tirishdim. Keyin aqlimga bularning bir tizimlikini turg'izish keldi. Bilaman, hammamizning kechirim so'rashga tegishli nurg'un ishlarimiz bor. Yashagan sir faqat yillarni emas, xatoliklarni to'playmiz. Agar o'rganalisak, ya'ni takror sodir qilmasak, ular amaliyatda muhim boyligimizdir. Shunisi aniqki, kechirim so'rash amaliyatda pushaymonning yana bir qatam u xatolikni sodir qilmaslikning bir iqroridir. Albatta, bu tizimlikda barliq xatoliklarim yo'q va albatta bular faqat menga xos emas. Ammo bo'pti. Men menga vojib bo'lganni qilishga tirishchanlik ko'rsatay. İnşallah bunu o'qigan o'qirmanlar bu tizimlik sabablik o'ziga tushganni qilish va o'z xatoligining tizimligini mushundaq bir shaklda turg'izish hayotga kelib qolsa ajab emas. Huzuringlarda hayotimning eng muhim chog'larida o'zim sodir qilgan xatoliklarni bayqash va ularni to'liqlashim uchun kerak bo'lgan vaqtimni boshqalarning xatoligini ko'chilashga, ularni analiz qilishga va ayblashga sarf qilganligim uchun. Ba'zan dunyodagi insonlarning aslida faqat nomusliq va nomussiz deb ikkiga ayrilganligini unutib, atrofidagilarni va men taniydiganlarni tavalligiga qarab baholaganligimdan, faqat ma'lum bir yurtdan, ma'lum bir dindan, ma'lum bir guruhdan bo'lganliklari uchun ba'zilarining yaxshi, ba'zilarining nachar ekanligiga doir bir taraflama qarashlarimga taslim bo'lganligim uchun, bir zamonlarda gunoh qilgan insonlarni nachar deb qaraganligim uchun, faqat to'g'ri tarafda turdim deb qaraganligimdan xatolik sodir qilmaydiganligimga ishongan, ahmoqligimga taslim bo'lgan vaqtlar uchun. Menga o'xshash normal, oddiy insonlarni paloni damollam, o'qinchi doktor, pustani katta inson deb cho'ng bilivilish kesligiga kiribdor bo'lganligim uchun. Hatto op-ochiq, oshkor xatoliklarni ko'rib turibmi, o'xshamagan usullar bilan aqlashga jur'at qilganligim uchun.
xatolikning cho'ng kichik bo'lmaydiganligini bilib turib, o'zimning kichik xatoliklarımga ko'z yumgan vaqtlarim uchun. E'tiqodning inson uchun ekanligini, oldi bilan inson bo'lgandila, ondan e'tiqodliq bo'lg'ili bo'ladiganligini o'zimga davomli eskartib turishga sal qarg'anligim uchun. Sahayim bo'lmagan ijtimoiy va siyosiy temalarda keskin hukmlarni pitishdan rohatlangan nafsimning menga sungan avtomatik oldin hukmlariga e'tiroz bildirmasdan bularni bir haqiqat deb tushunib olib, buningga ko'ra harakat va so'z qilganligim uchun. Menga sen ba'zi shaylarni oddiy kallang bilan tushunolmaysan, bilolmaysan deganlarga nadir bo'lsin ishonganligim. O'zimni bo'lsa, ba'zi vaqtlarda hayotiy masalalarda o'ylanish va bir natijaga erishish uchun yetarsiz his qilganligim. Bularni menga so'zlaganlarning niyatlarining asli meni va atrofimdagi insonlarni kontrol qilish hamda maqsadlari uchun xizmat qildirish ekanligini nihoyat kechikib farq etganligim uchun. Bo'lib yoshlikning bir mezgillarida ichida yashagan oilaning, jamiyatning va atrofimdagi jamoatning odatlaridan, an'analaridan, xurofotliklaridan va hukmlaridan Allohdan qo'rqqanimdan bakrak qo'rqib, ish harakatlarimga bu qarashlarning uzluksiz ta'sir qilishiga ruxsat qilganligim uchun. Hammaylar shunday qildi-ku deb tekrar holda aqlimning va vijdonimning ovoziga quloq solmaganligim uchun. Bir kishida ochiq insoniy ojizliklarni ko'rgan vaqtimda, u ojizliklarni u kishining kim va qayerdan ekanligiga bog'lashga tirishib, shuningga ko'ra muomala qilganligim uchun. Anda-sanda bo'lsa-mu, adolat tuyg'ularimni besib ketgan marhamatlarim uchun. Ba'zan g'olib kelgan intiqom tuyg'ularimga oz bo'lsin yo'l berganligim uchun. Tushunish, yoritish, cho'nqurlashish, insonlarga badalsiz yordam qilish, fikr yangilash, shaxsiyatchilikdan qutulish, texmi yaxshi, texmi manfaatli bir inson bo'lish o'rniga uxlashdan sirt keraksiz ish va munozillarga nihoyat ko'p vaqtni sarf qilayotganligim uchun. Bo'libmi o'smirlik chog'larimda menga deyilgan gaplarning ma'nosi va mazmuniga emas, u so'zlarni kimning deganligiga bakrak diqqat qilganligim uchun. Sarang deyish bilan aqlliq bo'lib qolmaydiganligini, paskash deyish bilan oliyjanob bo'lib qolmaydiganligini unutgan har daqiqa uchun. Kunlik siyosat ustida talash-tortish qilib o'tkazayotgan, suvdek eqib ketgan vaqtlarim uchun. Kechmishga va kelajakka qarash uchun qo'ldan berib qo'ygan har shu an uchun. E'tiqodimni to'g'ri bir shaklda tushunish o'rniga ideal insonlar yashagandek yashash haqida haddan ziyoda vaqt va energiya sarf qilganligim uchun. Ko'pincha vaqtlarda mohiyatga emas, balki shaklga ahamiyat berganligim uchun. Oldimdagini anglash o'rniga uningga qanday qilib javob ulgurtishga tirishgan zehnimning tortgan jafolari uchun. Alloh bilan o'tirishga nurg'ulgan inson, fikr, adovat ve to'salg'ining kirishiga yo'l qo'yganligim uchun. Ko'zimga ko'rsatilganlarni qo'lim bilan bir bo'longa qayirib qo'yib, voqealarni butunligi bilan tahlil qilishga sal qarg'anligim, zehnimni ba'zan vaqtli xabarlarga topshirganligim uchun. Bir turkum fosiqlar men xabar yetkazganda tegini surishti qilmasdan men zulm qilgan barliq ish voqealar uchun. Parazni bilishga tirishgan har minutim uchun. Pushoymonim planimga to'saliq bo'lgan har bir ahvol uchun. Rizqimdan andish qilgan soatlarim uchun. Oqibatimdan amin bo'lgan idroksiz chog'larim uchun. Umidimni yo'qotgan har bir daqiqam uchun. Bolalik vaqtlarimda cho'ng bo'lishni orzu qilib, cho'ng bo'lgandan keyin hadisda balliqqa qaytish orzusiga bitib qolganligim uchun. So'yganlarimga so'ygimni ko'rsatishga sal qaragan, u qaytib kelmaydigan oltinoq tegishsiz fursatlar uchun. Rabbimdan, o'zimdan, atrofimdagilardan ve hammaylardan kechirim so'rayman. Dedim-ku, albatta xatoliklarim bulardan da iborat emas. Kashki qo'limdan kelsa, hammasini bilsam edim, hammasi uchun kechirim so'rayolgan bo'lsam. Ammo farq etganlarim ve bu yerda kechirim so'rashga tirishganlarim bilan munosabatli yana bir tilekim bor. Agar bu xatoliklarimdan dars olmasam ve mushlarni yana sodir qilsam, u vaqt hech qanday o'zrim qabul bo'lmasin. Mushundaq bir tizimlik kishini nihoyat rohatlantiradi. O'xshash bir tizimlikni o'zingizning dunyosida turg'izishingizni harorat bilan tavsiya qilaman.